Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Yakubova Nargiza Rustamovna, Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi katta o'qituvchisiman. Men bugun biokimyo fanidan sportchilarning ish qobiliyatining biokimyoviy omillari haqida ma'ruza o'qib beraman. Ma'ruzamiz rejasi sport ish qobiliyatining belgilangan omillari, anaerob va aerob ish qobiliyatining ko'rsatkichlaridagi farqlari, sportchilarning ish qobiliyatida mashqlanishning ta'siri, sportchilarning ish qobiliyatida ularning yoshining ta'siri haqida boradi. Ish qobiliyati bu organizmning ayrim bir vaqt ichida ma'lum hajmdagi jismoniy yoki aqliy ishini bajarish qobiliyatidir. Ish qobiliyati mana shunday o'zaki sportchilarning barcha qolgan xususiyatlari unga terib qo'yilgan sportchining ish qobiliyatini oshishi, bu har qanday darajadagi mashg'ulotlarning asosiy vazifasi hisoblanadi. Agar sport ish qobiliyati belgilaydigan asosiy omillarni ko'rib chiqsak, ko'pgina muhim omillar orasidan quyidagilarni ajratib olishimiz mumkin. Tezkorlik, kuchlilik, sifatlarning rivojlanishi va harakatlarning nerv-muskul koordinatsiyasining o'ziga xos xususiyatlari, organizmning bioenergetik, anaerob va aerob imkoniyatlari, mashqlarni bajarish texnikasi, sport ko'rsatkichlarini olib borish taktikalari, sportchilarni psixologik tayyorgarligi, motivatsiya, irodalik, sifatlilik va hokazolar. Organizmning tezkorlik, kuchlilik sifatlari va bioenergetik imkoniyatlarini potensiya organizmning ichki imkoniyatlari omillari guruhiga kiritiladi. Texnika va taktika va sportchining psixologik tayyorgarligi sport turlarining ayni sharoitlarda potensiya omillarining amalga oshirish darajasini aniqlaydigan unumdorlik omillari guruhini tashkil qiladi. Masalan, mashqlarni bajarishda yuqori texnikani egallash, harakatning har bir aktida yoki mashqlarning alohida elementlarini bajarishda organizmning ichki imkoniyatlaridan yanada samaraliroq foydalanishga imkon beradi. Sport o'yinlarining, musobaqalarning olib borilishi takomillashgan taktikasi sport musobaqalarining davomida yoki ularni alohida epizodlarda tezkorlik, kuchlilik va bioenergetik potensiallarni ichki imkoniyatlarni amalga oshirishga yaxshi imkoniyat yaratadi. Sportchilarning muskul ish faoliyati energetik tavsifi qulay bo'lishi maqsadida uning ish imkoniyatlarini aniqlaydigan omil sifatida organizmning anaerob va aerob ish qobiliyati tushunchasi qabul qilingan. Aerob ish qobiliyati deyilganda ishlayotgan to'qimalarda kislorodni yetkazib berish va ishlatish, utilizatsiya qilish kuchayishi bilan bir vaqtda boradigan hujayraning mitoxondriyadagi aerob jarayonning kuchayishi hisobiga ishni bajarish imkoniyatlari nazarda tutiladi. Aerob ish qobiliyati ayniqsa uzoq davom etadigan katta va mo'tadil quvvatli ishlarni bajarganda namoyon bo'ladi. Odamning anaerob ish qobiliyatini o'z navbatida laktak anaerob va aerob glikolitik anaerob qobiliyatiga bo'ysunadi. Alaktat anaerob ish qobiliyati bu asosan ATfaza va kreatinaza reaksiyalarida energiyani o'zgartirish jarayonlarini hisobiga ishni bajarish imkoniyatlaridir. Alaktat anaerob qobiliyati bajarish vaqtida 15-20 sekunddan oshmaydigan qisqa muddatli maksimal intensivlikdagi mashqlarni bajarishda namoyon bo'ladi. Sportchining u yoki bu turda jismoniy ish qobiliyatini aniq namoyon bo'lishi spetsifik xarakterga ega. Bu spetsifik sport mashqlari ta'sirida shakllanadigan sportchilarning aerob va anaerob qobiliyatlarining rivojlanish darajalarini o'zaro nisbatlariga bog'liq bo'ladi. Mashqlanish jarayonida oldinga qo'yilgan vazifalar va bajariladigan ishni xarakteriga qarab asosiy jismoniy yuklama faqat ishni bajarishda bevosita qayta ishlanayotgan u yoki muskullarga emas, balki energiyaning asosan yetkazib beruvchi bioenergetik jarayonlarga ham tushuniladi. Xulosa qilib aytganda, sportchilarning har bir turida sportda
erishilayotgan yutuqlarga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadigan o'zining yetaklovchi metabolitik omillari bo'ladi. Sistematik mashqlar jarayonida jismoniy ish qobiliyatining deyarli barcha ko'rsatkichlari ancha yaxshilanadi. Mashqlarni ta'siri turli kvalifikatsiya sportchilarda ATFning rezidentligi amalga oshiriladigan bioenergetik jarayonlarning quvvati, hajmi, samaradorligiga solishtirganda ayniqsa yaqqol ko'rinib turadi. Masalan, sportchilarning mashqlangandagi darajasi malakasini oshirish bilan jismoniy va qobiliyatni barcha biokimyoviy xarakteristikalari yaxshilangan. Shu bilan birga ayrim biokimyoviy parametrlarning yaxshilanishi miqdori turli darajalarda namoyon bo'ladi. Sportchilarda ko'p yillar mashqlanish ta'sirida aerob va anaerob jarayonlar quvvat, hajm va samaradorlik ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Bu yerda ko'rsatib qo'yilibdi jadvalda quvvat, kislorodsiz muhitda nima bo'lishligi, endi boshqa sportchilarni, endi boshlangan sportchilar bor, haqiqiy o'sha liderstvani olgan professional sportchilar bor. Hammasi foizlarda, nisbatlarda ko'rsatib qo'yilgan. Organizmning o'sish va rivojlanish borgan sari uning jismoniy ish qobiliyatida ma'lum qonuniyatlarga asoslangan o'zgarishlar sodir bo'lib turadi. Organizm fiziologik balog'atga yetgan sari aerob va anaerob bioenergetik jarayonlarda energiyaning o'zgarish imkoniyatlari tobora ortib boradi. Yoshning ulg'ayishi bilan tananing metabolizmida faol qatnashadigan massasi, ayniqsa skelet muskullari ko'payadi. Ana shu muskul va boshqa to'qima va organlarda aerob va anaerob almashinuvining muhim fermentlativ miqdori oshadi. Ana shu fermentlarni barqaror ishlashi uchun sharoitlar yaxshilanadi. Organizmning energetik resurslari, zaxiralari ko'payadi. Modda va energiya almashinuv turli zvenolarda, nerv va gormonal boshqarishlar jarayoni hamda muskul va boshqa zvenolarda hal bo'ladi. Gormonlar boshqarish jarayoni hamda muskul va boshqa to'qimalar kislorod va o'z ozuqa moddalarini yetkazib berish va parchalanish mahsulotlarini chiqarib tashlashga javobgar bo'lgan vegetativ sistemaning ishi takomillashadi. Jismoniy ish faoliyatining hamma ana shu ko'rsatkichlari odam to'la fiziologik balog'atga yetgan paytida, ya'ni 20-25 yoshlarida odatda o'zlarining maksimumiga erishadi. Asosan yuqori energiya ishlab chiqarish talab qiladigan sport turlarida ana shu yoshda eng yuqori sport ko'rsatkichlari erishiladi. 40 yoshdan keyin jismoniy ish faoliyatining ko'rsatkichlari pasayish boshlanadi va 60 yoshga kelib balog'at yoshiga nisbatan taxminan 2 marta kamayishi mumkin. Organizmning ish qobiliyatini belgilovchi bioenergetik jarayonlarning ko'rsatkichlari o'sish, rivojlanish davomida ma'lum qonuniyatlar asosida o'zgaradi. Masalan, erkaklarning 20 yoshlarida maksimal anaerob quvvat o'zining maksimal ko'rsatkichiga erishadi va 30 yoshgacha taxminan shu darajada saqlanadi. Keyin esa pasaya boshlaydi. Ayollarda bu ko'rsatkich o'zining maksimumiga 18 yoshlarga yetadi va so'ngra nisbatan tez pasaya boshlaydi. Erkaklarda kislorodning maksimal iste'moli organizmning maksimal ko'rsatkichlariga 25 yoshda erishiladi va 40 yoshgacha ana shu darajada saqlanadi. Ayollarda esa bu ko'rsatkichlar 20 va 35 yoshni tashkil etadi. E'tiboringiz uchun rahmat bolajonlar. Qo'shimcha ma'lumotlarni Renessans ta'lim universiteti kutubxonasidan olishingiz mumkin.